Quddus Musqaymoqlar haqida fikringiz? Avvalambor assalomu alaykum. Musqaymoqlar yaxshi ekan. Hammaga tavsiya qilamiz. Yeyini mazali ekan. Rahmat hammaga. Tarqatganga rahmat. Rahmat. Quddus Musqaymoqlar to'g'risida fikringiz? Zo'r aka, zo'r ekan, gap yo'q. Tavsiya qilasizmi? Zo'r, hammaga tavsiya qilamiz. Gap yo'q. Katta rahmat. Quddus Musqaymoqlar to'g'risida fikringiz? O'ta maza. O'ta brend ekan. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman hammaga. Gap yo'q. Quddus Musqaymoqlar to'g'risida fikringiz? Yedingizmi musqaymoq? Musqaymoqlar yaxshi. Yaxshi tashkillashtirishibdilar, zo'r. Gap yo'q. Davomiy bo'lsin. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz, yaxshi ekan. o'ylang. Gap yo'q. Salomat bo'ling. Nihoyatda ta'miga gap yo'q, mazasi zo'r ekan. Hammani oilalarini olib borishini tavsiya qilamiz. Omad ishlaringizga bor. Assalomu alaykum. Quddus Musqaymoqlar to'g'risida fikringiz? Quddus Musqaymoqlar haqida fikrimiz juda ham a'lo. Chidab bo'lmaydigan darajada shirin. Hammaga tavsiya qilamiz. ikkita, uchta şey o'zi yeydi, ancha muzlaydi. Mana Anjoliy akamlar ham mehmon bo'lib kelgan ekanlar. Rahmat, hammaga assalomu alaykum, xush kelibsizlar, rahmat. Maza qildik aka, mana shu. Aka, marojna yoqdimi? Marojnani magnitini tanladimda men o'zi. Yoqdi, vashi gap yo'q, zo'r, albatta. Tekin-ku muhim, to'g'rimi? O'zi bittadan yedik, rahmat aytuvdik, oshib qolib yana ikkita, uchta yedikda, xullas, uchtadan tarqatdim mana deb. Osh bo'lsin aka. Shu. Gap yo'q. Hammaga ham tavsiya qilamiz, oila a'zolarimizga ham tavsiya qilamiz, hamma muxlislarga. Gap yo'q.